31. savol. Namoz va zakotning farzligining dalili nima? Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende dehqonlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari babida 31. savol. Namoz va zakotning farzligining dalili nima degan savolning javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Namoz va zakotning farzligining dalili nima? Javob: Allah subhanahu va taala bu haqda mundaq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Tercümesi: Eğer ular tövbe qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki Allah tövbe qilg'uvchilarga mag'firat qilg'uchidir, rahim qilg'uchidir. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi. Allah subhanahu va taala yana shunday deydi. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Tercümesi: Eğer ular küfrden tövbe qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Sura Tavba 11-oyatning bir qismi. Allah subhanahu va taala yana Sura Bayyina 5-oyatida shunday deydi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Tercümesi: Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos namoz, zakotlar to'g'ri dindir. Alhamdulillah. Yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan 31. savol. Namoz va zakotning farzligining dalili nima degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.